Salom o'rtoq. Zo'r variantimiz chiquvdi, sanga ilindim. Buyog'imiz prixожий zona. Chap tarafimda esa udvoyniy zal, katta keng. Uyimiz 3 xonali udvoyniy zal. Kadastr bo'yicha 4 xonali yuradi. To'rimda esa balkon 2 metrga 6 metr yarmini bo'lib xona qilib qo'yishgan ekan. Zaldan chiqqanimizda esa chap tomonimizda birinchi xona детский spalni. Umumiy maydonimiz 92 kvadrat. Ikkinchi xonamiz esa родительский spalni. 4 xona, ikkinchi etaj, 5 etajli domda. Buyog'imizda esa plus tomoni kladavoy ham bor ekan bu uyda. Manzilimiz esa Yunusobod 19-kvartal. Orientir batalyon. Buyog'imizda esa sanuzel joylashgan, alohida. Endi esa kuxnyaga kiramiz. Buyog'imizda oshxona, o'tirib maza qilib ovqat yeydigan joy qilib qo'yishgan ekan. Balkonni yarmiga esa oshxonani chiqarib qo'ygan ekan. Videoda ko'rgan barcha jihozlaring qoladi. Bu uyni ipotekaga ham olsang bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa 94 ming. Shoshilib qol.